Joriy yilning 15-yanvaridan 28-fevral kunlariga qadar O'zbekistonda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri o'tkaziladi. Termiz shahrida mazkur jarayonlarga tayyorgarlik masalalariga bag'ishlangan tadbir tashkil etildi. Dunyodagi har bir mamlakat o'zining aholisi va ularning yashash holati bo'yicha ishonchli ma'lumotga ega bo'lish maqsadida muntazam ravishda aholini ro'yxatga olish tadbirlarini amalga oshiradi. Hozir jahonning ko'plab rivojlangan davlatlarida aholi o'rtacha har 10 yilda kamida bir marta ro'yxatdan o'tkazilmoqda. Mamlakatimizda esa ushbu tadbir oxirgi marotaba 1989-yilda bo'lib o'tgan. Hozirda respublikamizda aholini ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Surxondaryo viloyati sport boshqarmasida tashkil etilgan seminarda ham aholini ro'yxatga olish to'g'risidagi Prezident farmon va qarorlari ijrosi borasida viloyatimizda ko'rilayotgan tayyorgarlik jarayonlari haqida ma'lumot berildi. Bugungi kunda Surxondaryo viloyat sport boshqarmasi tizimida 2000 ga yaqin xodimlar faoliyat yuritib keladi. Rahbariyat, trener xodimlar, tex xodimlar hammasi ish faoliyatini olib boradi. Ayni kunlarda yurtimizda boshlanadigan aholini xo'jalik qatlamini ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha so'rovnoma tashkil etildi. Bu so'rovnomani tizimda faol ishtirok etib, so'rovnomadan o'tib sertifikatlarga ega bo'lish maqsadida Surxondaryo viloyat sport boshqarmasida seminar tashkil qilindi. Seminarga maxsus seminar o'tkazish uchun tegishli tashkilotdan mutaxassislar jalb qilinib, har bir tizimdagi sport maktabidan 3 nafardan mutaxassis xodimlar chaqirildi. Seminarimiz juda qiziqarli bo'lib o'tdi. Ishtirokchilarni qiziqtirgan barcha savollarga javoblarni berishdi. Shuningdek, tadbirda aholi sonini ro'yxatga olish, mamlakatda yashovchi barchaga tegishli bo'lgan demografik, iqtisodiy va ijtimoiy ma'lumotlarni yig'ish, umumlashtirish, baholash, tahlil va e'lon qilishning yagona yo'li ekanligi ta'kidlandi. Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholi bandligi, ayollar va bolalar salomatligini yaxshilash va oilalarga yordam ko'rsatish bo'yicha dasturlarni manzilli ishlab chiqishda ushbu tadbirning o'rni muhim hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, yaqin kunlarda o'tkazilishi kutilayotgan iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy tadbirga tayyorgarlik ishlari viloyatimiz bo'ylab davom etmoqda.